Assalomu alaykum qadrdonlar, yaxshimisizlar? Omonmisizlar? Sog' salomatmisizlar? Mana navbatdagi syomkaga chiqib ketyapman. Menga o'g'lim yordam beryapti hozir. Tasvirga olishni endi. Boradigan joyimizning shunday lokatsiyasini olamiz-da. Bugungi kun qanaqa o'tishini ko'rsataman. Anvar Salimov bir kuni masalan syomka jarayonlari hammasi soat ertalab 10 dan kechqurun 6, 7, 8 gacha syomkamiz bo'lishi mumkin. Hozir endi taksi zakaz qilamiz. Toshkentning rohat tomoniga ketamiz. Ko'rib borsanglar, nima bo'lyapti, qanaqa bo'lyapti, hammasini ko'rib borasizlar. Bugun kunimiz barakotli bo'ladigan umiddaman endi. Romantik komediya olishayotgan ekan yigitlar. O'shanga harakatdamiz. Eng muhimi ishdan to'xtash kerak emas. Taksiga o'tirib oldi, akamiz tanlari joy sog' bo'lsa, elektromobilga o'tirib oldi, elektromobilga. Tojik mahallaga boramiz. Tojik mahalla. Yashnobodmi? Oldingi Hamzaga. İşleringiz yaxshimi aka? Charchamayapsizmi? Tinch bo'ling aka. Mashina ko'paygani ancha. Ko'p. O'qishlar boshlanib. O'qishlar boshlandi. Sizlar ham ishinglar ko'payadi, menimcha. Alloh rizq nasib etsin, Alloh baraka bersin. Tan joninglar sog' bo'lsin. Romantik komediya ekanda. Ikki boyga bir kuyov komediya ekan. Yosh rejissyorlar baraka topsin. Epizodlarimiz ko'p ekan bugun. Yetishganligicha ertalabdan kechgacha band bo'lar ekanmiz. Barakasini bersin. Chiroyli narsa chiqsin. Xayrli odam bo'lsin. Probka amallab ketyapmiz endi. Hamma yoqda qurilish. So'rikletga yetib keldi. So'rikletga. Bola qo'ng'iroq qilishdi, xavotir olishib kelib qoldingizmi deb. Tanishisizmi deyman. Bu yoqda hammasi rekonstruksiya qilyaptimi deyman, relslarni tushirib tashlab, nimadirlar qilib metrolarni qarang aka. Shu suv yo'li bekilib qolibdi-da. O'shani toshlarni olib, yuvib, tozalab yana qo'yishibdi. Changam ko'p-ku bizda. Ko'tarildi-yu, endi hammasini remont qilganda. Changdoq qo'narkanda, uyga aylanib, yopib qo'yarkan yo'lini. To'g'ri bilan ketaveramiz aka. O'sha naryoqdan Yangiobodga yetmasdan razvorot bor. O'sha bilan mana bu Tojik mahallada eski masjid bo'lardi, esingizda bo'lsa, chap tomonda. O'sha masjidning orqasida o'sha xonadondada ishimizda syomkamizda. Katta dalala bo'lardi, aka, qulupnizor bo'lardi, esingizda bo'lsa, chap tomonlar. Dom bo'lib ketdimi yo'lar? Yo'q, hammasi men hozir ko'rasiz, aka. Voy, devorasiz. 10 yil oldin ketgan odam bu yo'lga kelsa adashib qoladi. Men o'zim ham bir kelib sal orientirovkani yo'qotib qo'ydim-da. Mana bunaqa bo'lardi, Karzinka chap tomondan optoviy chaqa-chuqalar bo'lardi. Quruq mevalarni optovisi bilan bozor qilardi-ku o'tlarni ham. 16 etажkadan orientirovkani olaman-da.
Men 16 etash keladi. Mashitda haqiqatda bozor bor Ha. edi. O'ravordimi? O'ravordi, bu yerdagi bozorni menimcha anaqaga chiqarib yubordi, Sampino ko'chasiga. Optiviy bo'lardi esingizda bo'lsa. Chaqa chuqali. Yurmaydigan bozor bo'lardi. O'sha yurmaydigan deysiz-ku endi bozor anu Optiviymi bu? optiviy chaqa chuqali bo'lardi. Odam tanib turardi. Ha, o lekin anu bunaqa yo'q, optiviylarchi, avtobik chaqa chuqalarchi haftasiga 2 martami bo'lardi, o'shani o'zi yetardi bularga. Bozori bo'lardi. Mana bu yoqqa 10 tomonni metrolarni qurib tashlaganini qarang, zo'r qilib. O'zgarib ketdi hamma bu yoqlar ham. Domlarni qarang, uzoqda ana oq domlarni qarang, aka. Hammasi dalaga tushgan domlarda. Shularga bir bozor qilmoqchi bo'lishdi. Ha, bir bozor qilmoqchi bo'lgan edi vaqti kelganda, endi bo'lmadi. Bu yerda bir ikkita aka-uka qarindoshlarimiz ham olishuvdi. Uzoq degan edi bizga. Men hozir o'sha uyni sotib yaxshi pul bo'lib qoldi. Ko'kchadan joy qilib yuborishdi. Manzilga yetib keldim. Ana. Hozir kostyumerimiz bilan shundoq ana qilyapsiz, gaplashyapsiz. Assalomu alaykum, hormanglar. Keyin kiryapsiz. Bu yoq tomonga endi birinchi marta kirdim. Men yoqqa kiruvdi. Qanaqasi? Kecha siz bilan gaplashuvmidi? Ustini almashtirib o'rardi. Ustini chunki endi baribir boy uyi edi. Boy xonadon dedingiz-ku. Shunaqa ekan ssenariyda. Anaqa ichkarida anaqa bor, futbolka ham bor. Qo'ynini almashtirib oldim, ana endi qolgan muolajalarni qilamiz. Grim ketidan ssenariy bilan ishga tushib ketamiz. Kevir. Grimingizni qayerda qilib beradi? Men bitami? Hozir bulankini. Hozir. Ssenariy bo'yicha adashmasam bizani xonadon shu 7-epizodda olishar ekan bolalar. Ko'cha sahnasi ekan. Voy. Pastga o'tirmasam o'rganmaganman. Bunaqa banan joyda o'tirishga. Oyog'im og'rib qoladi. Kamolning uyini oldi darvozasi, bir darvoza chiqib keladi, ortidan Kamol chiqib keladi. Kamol darvoza oldida turibdi. U Kamol bilan lekin ko'rishi bilan uyga kirib ketadi. Kamol sezadi. Ayg'oqchi. Nima dedingizmi? Yo'q, hech narsa bo'lmadi. 7-epizod mana ko'chasi Amirbey. Kamol darvozaga chiqib oldi, tez yurib o'tib oladi. Kedan 1 minutga mumkinmi? Assalomu alaykum tog'a. Alloh, ismingiz nima? Komil ismim. Mana shu joyi ekan. Katta sahna emas, kichkina sahnacha. O ana. Ha, u ana. Shular ham bor ekan. Yozdimku aslida. Hozir yozib Bilaman, Sherzod chiqdi. Sherzodni yozib qo'ygansiz-da? Yo'q, siz yozdingiz. Yo'q, Sherzodni yozib qo'ygan.
Qanaqa kiyim kiyib olaymi? Hozir bilan tayyorlab berib, so'rab beraman. Ya bugun havola bugundan tasar. Yo'q, bugun maksimum 31 bo'ladi ekan. Mang bilan o'stirayım. Voy. Qarindoshdan sochib olmi deyman. Yo'q, sochni yig'ishtirib keldim. Bu ne? Pis 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 yaparsanız böyle. Ketdik, boshlaymiz ish. Qanaqaligini tushuntirib beraman. Nimaga bunaqaligini tushuntirib beraman. Shahzod? Assalomu alaykum tog'a. Tog'a, obbo ismingizmi? Komil. Hovliqma boya, qivoraman, mana qivoraman, man qilaman degan. Pokiza odam просто ani o'rtog'i bilan bahs bir-biri bilan poyga o'ynashini sababi ham shu biznes qilib turib chiqqan pulda nima просто bu bilan musobaqalash kayf sizga. Undan keladigan pulga ham ehson qilasiz. Yo'q, meni xarakterim ayting. Haligi o'rdak bolalar bo'ladi-ku. Dunyoni suv bossa to'pig'iga chiqmaydigan, beg'am, haligi oliy ma'lumotli bo'lib turib ham ish topolmay Mardikor bozoriga chiqqan bolada bu. Shunchalar haligida, haligi o'rdakda shunchalar tushunyapsizmi? Oliy ma'lumotli bu joyga ishga borsa bo'ladi. O'qishni ham zo'r bitirgan. Lekin xohlamaydi davlat ishlash. Ko'tiga ish yoqmaydi. Bir joyda ish yoqmaydi, ko'tiga anaqa. Ana mardikorlikka majburligidan kunim o'tsin uchun uyga qishloqqa qanaqa qaytib boraman degan haligida turibdi. Sal dovdirroq bola. Buni ana chiroyini yaxshi ko'rmayapti ana ikkita qiz. Dovdirlagan ana miyaga birinchi kelgani oldin so'z chiqib oladi-da, keyin o'ylaydi anangisi nima dedim ekan deb keyin o'ylab ko'radi-da. Shunaqa bola chunki oldin gapirib oladi, kelganini qo'yib yuboradi birinchi bo'lib, anasini o'pkasi yo'q. Oldin gapirib oladi, hali qiladi. Bu yerda bunaqa narigi hali qishloqdan kelgan hali tog'a, amaki, pochcha deydi-ku. Malonga tog'a, amaki, pochcha degan normalni gapir, men anaqa men. O'zimiz ham o'shaga borsak deb o'tirib, naverlarga deb turaman. Bir xil maraton. Turib. Shoshilmasam, pauzalar bilan, atsenkalar bilan taqillatib, atsenkalardan dindan olamiz, boshqa qilamiz. Ko'ngilda xotirjam. Ha, ozgina ishlaymiz. Ishladik-ku, ko'rdik-ku. Anvar akam bilan xudo xohlasa birinchi marta Anvar aka. Bo'ldi bo'lmasam. So'zni tan. Qani, Shahzod? Bitmadimi ishing hali? Ha, bo'ldi. Qo'limda ssenariy bor ekan. Bo'l.
eshigini ochib turib, bunday sizga qarasa basharasi qilish bilan bunday betingizni olib qochib olasiz-ku. Yuzingizni olib qochib olsangiz, kano poylayapti deb pulni beradi, mana chiqarib yuboradi. Keyin buni poylab turibsiz, orqasidan chiqib yurasiz. Chaqirib olay mana bu yoqqa. Ke 1 minutga. Oke, bu yoqqa bir qo'yib. Ke 1 minutga. Anvarga bitta ayting aka. Alloh kasbkorimizga barakotini bersin, eson boshlab eson yakunlab olay, chiroyli manzur bo'ladigan, xalqqa manzur bo'ladigan narsa chiqsin. Motor. Начали. Uka, 1 daqiqaga mumkinmi? Salomatmisiz? Qo'shniga nima qildi? Ha. Ismingiz nima edi, tog'a? Tog'a? Ismim Komil. Komil akangizmi? Obbo. Ha, Komiljon aka bo'ladimi? Men biror bir narsa dedim uka. Yo'q, e'tibor bermayman menga. Sizga. Ha? Eshitilmadi. Qo'shningizni ismlari Kamol, Ha, sizniki Komil. qo'shningiz ismlari Komil, sizniki Kamol. Shunday. Asl aka salochilar. Eshitaman aka, nima xizmat? Ha? Bu yerda nima ish qildingiz? U yerda nima ish qildingiz? Yer ag'dardim. Ha, yer ag'dardim. Shunaqa. Yer ag'dardim deydi. Yer ag'dardim Men ham yerimni ag'dartirmoqchi edim. Men ham yerimni ag'dartirmoqchi edim. Bo'ldi aka, ag'daramizda. Mana. Bo'ldi aka, ag'daramizda. Jigarni sug'urib olamiz. Aka, yerni jigarini sug'urib olamiz. Yo'q. Yeri jigarini sug'urish shart emas. Ertaga kelasizmi? Ertaga kelasizmi? Albatta. Nechida keling? Ertalab soat. Ertalab soat 7da. Bo'ldi aka. Bo'ldi, muammo yo'q. Jon kutaman. Kim? Kutaman a? Aka, ishoning. Sog' bo'ling. Bo'ldi. Kadrga endi kirmoqchimizda ham chaqirgan. Bo'ldi. Mashaq kelganda, bo'ldi, tushundim. Ikkinchi dubl, начали. Pas. 50 ga qo'shib bersa bo'ladi. Mayli, boriga. Lekin qizcha. Umroga, unga. Qaramas. Aha. Hey! Uka! Men aytyapman. Ha. Yaxshimisiz? 1 minutga mumkinmi uka? Keldingiz. Assalomu alaykum tog'a. Assalomu alaykum, tog'a. Tog'a. Tog'a? Va alaykum assalom. Ismingiz nima edi? Komil ismi. Komil ismim. Obbo, Komil. Komiljon aka desam bo'ladi. Ha, siz Komiljon aka deb chaqirsam bo'ladimi? Bo'ladi. Narsa dedim. Bo'ladi. Men uli bir narsa dedim uka. Yo'q, e'tibor bermang. Endi e'tibor bermang. Qo'shningiz Kamol, sizniki Komil. Qo'shningiz ismi Kamol, sizniki Komil. Zo'ru-a? Zo'ru va bir-biringlarga o'xshaysizlar ekan. Hozir siz o'shanikidan chiqdingiz a? Agar sir bo'lmasa nima ish qildingiz? Shu yerlarini ag'darib tashladi. Mayda-chuyda ishlarni. Har xil shu mayda-chuyda ishlarni qildi. Nega so'rayapsiz? Nima so'rayapsiz? Ha, shunda o'zim. Shunchaki. Yerim ag'dartirmoqchi. Ha, men ham yerimni ag'dartirmoqchi edim. Bo'ldi aka, ag'daramiz. Muammo yo'q aka. Ag'daramiz. Yerni jigarini sug'urib olamiz. Yo'q. Yeri jigarini sug'urish shart emas. Ertaga kelasizmi? Albatta, nechida kel? Nechida keling? 7da. Bo'ldi. Ertalab tongi 7da. Bo'ldi. Bo'ladimi? Ishoning menga. Bo'ldi. Kutaman uka. Ko'rishamiz. Sog' bo'ling. Shezdagi tayyor. Anvar aka, Hop. boshingizni chiqarib poylab turibsiz-da. Siz
kallasi chiqib qoladi. Baxtiyor ekan Musa. Uni kallasi chiqdi, bunday qilib uni kursi bilan o'p etib turarligi yashib olishingiz birinchisi. Baxtiyor ekanmi? Ha, Baxtiyor hozir keladi. Yesmatu. Nachili? Qarab turibsiz. Qolsa keyin Shahzoddan eslab qolsa, Baxtiyor akam kelgandan kelib chaqirishlar bilan ketdi. bo'l. Endi men Ha? salom. Vasmerkadan. Vasmerkan. Vasmerkadan olaveraman. Chiqib qanaqaligini. Shunaqasini ham ko'rganmiz-da. Hozir xushchish chiqadi dedim. Yo, shunaqa bo'lib ko'rganmiz, bor edi-da. Tushganmiz, Soyuz paytida shunaqa bo'lardi. Ha, zenitlar bo'lardi, plonkada. U arzonroq bo'lardi, zenitlar qimmat bo'lardi. Svitni foto qimmat bo'lganda. Yo'q, tushunadi. Nachili? Assalomu alaykum tog'a. Assalomu alaykum, tog'a. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Ha? Tog'a? Ismingiz nima edi? Ismingiz nima edi? Komil ismi. Komil. Komil ismi. Komiljon aka desam bo'ladimi? Komiljon aka desam bo'ladimi? Men bir narsa dedimmi? Men bir narsa dedim, uka. Yo'q, Ha, endi e'tibor bermayman. Buni sug'urib olamiz, muammo yo'q. Yo, jigarni sug'urish shart emas. Ertaga kelasizmi? Ertaga kelasizmi? Albatta, nechida? Albatta. Nechida kelish kerak? Ertalab soat 7. Ertalab soat 7 da. Bo'ldi aka. Bo'ldi aka. Mayli ukajon, kutaman lekin. Mayli ukajon, Aka, ko'rishamiz. kutaman. Hop. Hop. Siz sinab ko'rdim, yaxshi kerak so'raysiz. Jon aka, men senga chiqqanda garchi ko'tardim. Mana sinaman. Anvar akalar chiqqanda biz garchi ko'tarardik. Shuncha sinaman. To'g'ri. Men garshakda turib ko'rib o'tirardim. Ketdik. Hani yurib kelib to'xtashi bilan kadrga kelib kelish. Hozir nevaralarim garshoda o'tirib ko'ryapti. Seryozni. Hani YouTube'da qo'yib beraman. Kim bu desam, "No, boshida tushunmaydi, kimni ko'ryaptim, doda" deb turadi keyin. Aha. Yesmatu. Nachili? Uka, Uka. bir daqiqaga mumkinmi? Ha. Assalomu alaykum tog'a. Assalomu alaykum, tog'a. Tog'a? Tog'a? Obbo, ismingiz nima edi? Ismingiz nima edi? Komil. Komil ismi. Komiljon aka desam bo'ladimi? Komiljon. Bu shunaqa joyki samolyot har 10 minutda 5 minut uchadi. Hozir epizod tog' bo'ldi. Endi keyingi epizodga bolalar tayyorgarlik ko'rishyapti. Kiyimni ham almashtirib oldi. Qiziq, yaxshi. Romantik komediya. Dublaji ham bor ekan. Qayta ovozlashtirilar ekan. Yuringlar. Baxtiyor akam keldi, Baxtiyor. Chorshanbada ishga chiqaman deb shart qo'ydingiz. Dushanba boshlangan kunlarimiz Alloh xayrli, fayzli, barokatli qilsin. Allohu akbar. Oka, yaxshimisiz? Tuzukmisiz? Bormisiz? Bormisan? Borman, Yaxshisanmi? Sog'liging yaxshimi? Kim yeysan? Vaqting bo'lmayaptimi shuncha? Vaqt emas, bir odam. Ya biz jana qoldik boshladi ishlayapmiz. Hozir epizod chetda ekan. Bilmadim hozir bolalar. Bizni ikkita epizodda oldi, bittasini oldi o'sha ekan. Mana hozir endi ikkita bir-birini yaxshi ko'radigan suyukli qo'shni bo'lar ekanmiz. Sen Komol. Komol, siz Yo, men Komil, siz Kamol. Kamol. Ani ssenariysi o'zi ham adashib ketibdi lekin. O'qidingmi? Oxirida uzadim. Chalkashib ketib qolibdi borku. Oxirida chalkashgan. Qiynalibdi. Spesial shunaqa qilishgan edi, to'g'rimi? Baxtiyor akam bilan birgamiz, mana partnyor bo'lib ishlaymiz. Komandamizda Birgamiz. qo'shni. Anvarga sog'ingan edim lekin bor. Qo'shni, yon qo'shni, jon qo'shni bo'lib ishlaymiz bu. U ham bir xil Hasan Husan uylar. Hasan Husan uylar. Kecha ssenariyni o'qidimda bular qattiq degan shu opa singillarniki Menga shu keldim. o'tuvdi.
Ana, lokatsiyonimda ochib qarasam, shit dedim. Botma o'sha ko'zga yumib delegatsiyaga qaramaysan. O'sha kechki voqeadan keyin shunda ko'radigan bo'lib qoldim. Zina borku? O'sha zinadan bunday tushsalar. Menda bo'ladimi bu? Ha, sanani loyin qoqib mana o'tibdi, men to'sib olib, loyin qoqib taqillatib mana bilan o'tib ishni boshlayapti. Bitta anaqa chitir olmasi yo'q-ku, o'zingizga tashlab olishdi. Sen marka rora bo'lardi. Sazon. Ana nima? Shahzod, Bo'lga bor bo'lmasa, yuboraymi o'shani yo'q. To'ssam kerak menimcha. To'smadimmi? yo'q, rahmat dedi. Rahmat. Bu yoqda nima gapim bu yoqqa tushganda? Bittami ikkita gapim bor edi. O'tiribdi keldi. Ha, o'tiribsizmi? Ha, men hozir tarvuz deganda, yo'q, mayli o'tiring. Men qarang uka, kechagi ishlagan joyingizda mabodo qurilishmi yo shunga o'xshash narsa bo'lmadimi? Tayyorgarlik deganday, menga qiziq yo shunchalik so'rayman. Kamoljon issiqxona qurib aytgan. Issiqxona? Qani? Bilaman, daxl chiqdi. Siz choyingizni ichib bo'lsangiz, ishingizni qiling. Dedingiz, xo'p bo'ladi dedi. Demak, farnik. Yaxshi deb o'tirib qolar ekansiz shu. Bo'l, u yoqda deb qo'ygani. Hozir men bitta turganda bitta replika bor shekilli menimcha. Ha, usta. Ha, o'tiribsizmi uka? Yo'q, endi choy ichib tarvuz yeb. Endi haligi choy ichib, Tarvuz yeb. Mayli. Endi turib o'tiravering. Mayli. O'tiravering. Xo'jalat bo'lib oyog'imizni tushirib oldik so'radan. Menga qarang. Menga qarang. Kecha ishlagan joyingizda mabodo qurilish Shunchaki so'radim, qo'ydim-da. Kamoljon, kechirasiz. Kamoljon aka qo'shningiz aytasiz. Kamoljon aka kechirasiz. Kamol aka qo'shningiz aytyapsizmi? Ha. Qo'shnim. Ha. Qo'shnimni aytyapman. U yerlar, ularning yerlari yaxshi ekan. Ularda yerlari yaxshi ekan. Qo'ysangiz bo'ladi. Choy ichib oling. Choy ichib oling. Vaqtida keldingiz. O'zim vaqtida keldingizlar. Bo'ldi, shunda toza qilib turamiz. Montajyorlar ham meni so'katdi, siz bilasizmi dedi. Tayyor. Boshqalar bitta kurini olib Gapirishdan vaqtida keldingiz. Yes. Nachili. Pulsimga jonim bersan. Nima dedingiz? Nima dedingiz? Ismim Amirbek. Bo'l. Ana oynadagi paketni ham o'tkazib Nimani? bitta turgan joyingizni olib. So'zim nima edi bu yerda chiqqanda? Ha, usta o'tiribsiz. Ha, usta. O'tiribsizmi? Ha, choy ko'chib o'tiravering. Bezovta o'tiravering. Tayyormiz? Tushdammi? Kamol aka sal tepada. Shoh yurmasang bo'lib qolmasin. Esnadi. Shoh yetib. Nachili. Ha, usta o'tiribsizmi? Ha, bo'l. Ketgan. Ha, usta. O'tiribsizmi? Bezovta bo'lmang. O'tiravering. Ha, yashang. To'xtovda o'sadi. Ha, botqoqda o'sadi. Yeyvering tarvuzni. Zo'r sahna. Tarvuz yeydigan sahna. Bekorchi to'g'ri. Xafa bo'lmang, burubi. Xafa bo'lmang. Birovi Yo, xafa bo'ldingiz. Hazillashdimi? yoki qilgan hazilingga xafa bo'ldingizmi? Pechani qo'yib olamiz. Yo'q, men xafa. Ha, usta o'tiribsizmi? Ha, usta. O'tiribsizmi? O'tiravering. Behijolat. Hop, akim kirib boraveradi. Dalshi. Dars. Hop, siz kulavering, siz yo'qsiz. Ket. Dars.
Hormay usta. Tarvuzda yemaysizmi? Rahmat. Sizlar qurilish yoki shunga o'xshash ishlar bo'lmadimi? Menga qizig'i yo'q, shunchaki so'rang. Menga qizig'i yo'q. Shunchaki so'radim. Kamoljon aka, Kamoljon aka. Kamoljon aka. Qo'shningiz aytyapsiz. Kamoljon aka, qo'shningiz aytyapsizmi? Ha, qo'shni. Qo'shnimmi? Ularni yerlari yaxshi ekan. Ularni yerlari yaxshi ekan. Issiqxona quring, yaxshi daromad qilasiz degan. Quring, yaxshi daromad qilasiz degan. Issiqxona qurdirik. Bilaman. Siz choyingizni ichib bo'lgan bo'lsangiz, ishlaringizni qiling. Siz choyingizni ichib bo'lgan bo'lsangiz, ishlaringizni qiling, uka. Ha, ha. Demak, parnik deng. Demak, parnik degan ishtahani ham bekitdi. Keyin shuni bildimmi, endi bilganimdan keyin endi mayli, endi Alloh o'zing kechirdi. Xudo xolasa mayli, uni ham Alloh bilguvchi. Qiz bo'lsa bitta ism o'zimcha o'ylab qo'ydim. O'g'il bo'lsa Muhammad Umar qo'yaman deganman. Chiroyli ismlardan bu ismni o'zi haligi ruschasiga cho'ztoydi. Kuchli ismlardan. Juda, ha. Muhammad Umar qo'yganman men. Yaxshi. Voy, ana. Hozir Baxtiyor akam bilan birga qo'shnini men Komil, Baxtiyor akamlar Kamol obrazda o'rtada bitta devor, ikkita bir-birini nima deydi, bir-biriga qarama-qarshi ziddiyatda bo'ladigan ikkita qo'shni, yon qo'shni, jon qo'shni, lekin eng qizig'i bir-birini ko'rolmaydigan, lekin bir-birisi tura olmaydigan qo'shnilar. Shu Baxtiyor akam bilan birga ishlaymiz. Bo'ldi. Alloh nasib qilsa hali yana ko'rsatib boramiz jarayonlarni. Baxtiyor akam hozir tekstlarni yodlab qarayotgan ekanlar. Tanjoninglar sog' bo'lsa kuzatib boringlar bizani. 2 kun xudo xolasa. Ishdamiz. Tanaffus bo'ldi. Hamma tanaffus bo'ldi. Baxtiyor akam bilan o'tirishdi. Sakkiz yarim ham yaxshi. Nega turib tez ovozni berib, men mamlakatga uzoq 9 Shuyni qilib oldik, ana endi tushdan keyingi narsalarni olishimiz kerak bo'ladi. Obed qilib oldik. Obeddan keyingi narsalarni olamiz endi. O'zi nega bunday qildingiz? Bilmasam, qarasam sizni urmoqchidek tuyuldi. Buni chiqmaganingizda aniq pachag'imni chiqarib yuborardi. Endi to'g'risini aytingchi, bu yerga nima kelgandingiz? Menmi dedda Ben joyim mashqda. Anvar akam. Anvar akam oxirida bu ketgandan keyin ishga ketmasa uyga kirib ketdi. O'z ishga ketaman deb chiqib keluvdi. Birinchi Anvar akam chiqishdan boshladi. Keyin chiqib keladilar Anvar akam. Chiqib kelishiga bu yoqdan kelib qoldi. Keyin Anvar aka qachon mashinaga qaraydi. Keyin yo'lga kirib kelsa. Anvar aka siz chiqib turib keyin mashinani ko'rib qolganingizdan keyin ularga komanda beraman. Hop. Mensa qotadi mashinani. Bunday ko'rib suvani kelyapti, siz keyin ularga komanda beraman. Esmatmi? Nechinchi epizod? 3-epizod. 3-epizod. Nachili. Anvar aka ketdi. Gördünüz. Allah. Yürü. Apa sekin çıkaralım. Nasıl bir şey ki?
Menga aytyapsiz? Menga aytyapsiz. Yo'q, uyda aytayotgandim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yana nima boshladingiz? Yana nimalarni boshlab yuribsiz? Senga nima? Ishga ketyapsanmi? Ha, ishga ketyapman. Aniq bilaman, bir baloni boshlagansiz. Aniq bilaman. Bir baloni boshlayapsiz. Qo'shni ko'rdingiz? Qo'shni yaxshimisiz? Assalomu alaykum, qo'shni yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Salom. Bo'pti dadasi. Nimani boshladi bu? Boring Anvar aka. Eshikni tegib olib qo'ying orqasidan. Jasur oyog'ini kesma. Yutlanar. Sekin o'zingiz kirib ketaverasiz. Shoshmaydi. Bir baloni boshladi bu. Ana. Stop. Qo'l tismayapti. Mana. Qo'l tismayapti. Ha? Nachili. Uchinchi epizod ko'rib deysan akam. Uy ko'rib qolgan. Voy, uzr, men uyda aytayotgandim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, ana kenaga. Dadasi, yana nimalarni boshlab yuribsiz? Ha, ishga ketyapman. Aniq bilaman, bir baloni boshlagan. Menimcha bir narsani boshladingizlar, dadasi. Assalomu alaykum, qo'shni yaxshimisiz? Assalomu alaykum, qo'shni yaxshimisiz? Assalomu alaykum. O'zi kirdi, bitta qarang bu yoqqa. Assalomu alaykum deng, birdan keyin Anvar akamga. Assalomu alaykum deng. Hop. Nachili. Assalomu alaykum dadasi. Assalomu alaykum Endi dadasi. nimani boshladingiz? Va alaykum assalom. Senga nima? Yana nimani boshlab yuribsiz, dadasi? Senga nima? Ishga ketyapsan? Ishga ketyapsanmi? Ha, ishga ketyapman. Aniq bilaman, bir baloni boshlayapsiz. Dadasi, nimani bir boshladi? Yaxshimisiz qo'shni? Assalomu alaykum, qo'shni yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Yaxshimisizlar? Mayli, Bo'pti, ket. dadasi, men ketdim. Yure. Bo'l. Endi chiqingchi. Quyosh nima deydi? Turaman deydimi, ketaman deydimi? Quyosh kiraman deydi. Quyosh xohlasa turadi, xohlasa turmaydi. Hozir 5 sekund esmadi. Ha, davay. Ha, Nachili, ket bu yoqqa. Wow, yomon ekan. Voy. Menga aytyapsizmi? Ay, uyda aytdi. Assalomu alaykum, dadasi. Quyosh chiqib charchatib yubordi odamni. Voy, dadasi. Yana bir baloni boshladingizda. Assalomu alaykum, qo'shni. Yaxshimisiz? Mayli, dadasi, men ketdim. Sizga o'zingiz kadrmi? Voy, kadr bo'lib qoldingizda. Ayting, qo'yaver, anasi-ku yurib ketgan bo'ladi. Qo'yaverdim, qaytadan nima yaxshi bo'ladi desam, kulay boshlagan ekan. Hozir senga bittaligini o'zini, mayli? Hozir bitta asrorga o'zini deyapti. Boshqa ko'ynakni kiygan endi yana. Ko'ynaklar almashtiramiz. Boshqa epizod. Nima jonqami? Hozir men yo'llanib o'tdi. Yo'q, hop chaqirsa chiqib kelasiz aka. Nima? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha, ukajon. Va alaykum assalom. Esladim. Sizni kutib turganim, o'zi. Sizni kutib turgan edim. Qizim, sen choydanda bo'la qol. Qizim, sen choydanda. Bo'la qol. Bo'la qol. Kirib ketdi. Anvar aka bir qadam tushiringda. Sen yo'qqa chiq. Bu men qizim. Voy, bu ya. Sizmi? Ay, yo'q, endi meni xotinim. Yo'q, bu xotinim. Ha, ketyapsanmi xotiningizga? Ketyapsanmi? Ha. Yaxshimi, sukayvering, shukur. Yaxshimi, sutga deng.
Yaxshimisiz uka deysiz? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Dadasi men kelguncha uydan samolyot desa qo'ying, xo'pmi? Dadasi men kelguncha uydan samolyot desa qo'ying. Ishing bo'lmasa, ishingga bor. Ishingni qil. Aniq bilaman bir baloni boshlayapsiz. Ana bilaman. Yana bilamas, yana bir narsalarni boshlayapsiz. Bor. Chiqib ketavering sen. Qiziq chiroyli. Nima? Ha, hovli chiroyli. Ha, chiroyli. Uyni ham qo'shnisiga o'xshab turibsiz, a? Uyni ham qo'shnisiga bir xil turibsiz. Hecham-da. U mendan ko'rib qurgan. U mendan ko'rib turgan. Ha, shunaqami? Havas qilgan ekanda. Sizga havas qilgan ekan. Men havas qilmang. Ketsin. Havas qilmay ketsin. Ishni ko'rsatasizmi? Nima ish qilamiz? Ish ko'rsatasiz. Ishmi? Yerlarni yaxshilab ag'darish kerak. Xo'sh, yerlarni yaxshilab ag'darish kerak. Mana bu joylarni tozalab, yerlarni ag'daring. Orqa hovli bor, uni ham tozalash kerak. Orqada hovli bor. Uni ham tozalash kerak. Hop, ag'darish kerak bo'lsa ag'daramiz. Ag'darish kerak bo'lsa ag'daraveramiz. Qani ishni boshlaymiz. Hankam ishni boshlaymiz. Xo'p bo'ladi. Hozir sizga choy olib keladi. Hozir sizga choy. Xo'p, o'zim bitta qo'l bola ochib beraman. O'zimchi Yurib ketaver. Chiqib ketavering. bitta qo'l bola qilib osh qilib beraman. Osh qilib beraman uka. Ha! Bizning xonadonda hamisha osh bo'lgan. Nanchilik? Ha, qizim. Ha, qizim. Qazan teshing. Buncha baqirasan? Servis xizmatchisi kelibdilar. Nimani nimasi? Nimani nimasi? Assalomu alaykum Komiljon aka. Va alaykum assalom. Ha, uka, sizni kutib Alaykum assalom. Ha, uka. Ha, kutib o'tirgan edim. Qizim, sen choylarni? Qizim. Choy damlasang. Xo'p bo'ladi. Hali yaxshi keldingizmi? Qani? Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Bu meni qizim. Bu meni qizim. Bu hammi? Bu hammi? Yo, bu. Ayo. Bu mana ayol. Xotin. Ha, ketyapsan? Ketyapsan. Yaxshimisiz uka? Salom. Yaxshi. Dadasi. Stop. Bittasi, sizlar va bittasi kelishsiz nimaga? Bu meni qizim. Bu hammi? Ha, yo'q, bu meni ayol. Ha, yo'q. Bu meni ayol. Ketyapsan? Ketyapsan bolasi? Ketyapman. Yaxshimisiz uka? Assalomu alaykum. Va alaykum. Dadasi men kelguncha uydan samolyot desa qo'ying, xo'pmi? Ishing bo'lmasa, ishingga bor. Ishing bo'lmasin, ishingga bor. Nimanidir boshlayapsiz uka, ko'ngilsiz. Bor. Yo'lingdan qolma. Dada, darvoza olib chiqaymi? Ha, olib chiqaver qizim. Ha, olib chiqaver qizim. Qizi chiroyli ekan. Chiroyli. Nima? Ha, yo'q. Hovlisi chiroyli. Hovlisi chiroyli. Ha, chiroyli qilib qo'ygansiz zo'r qilib. Ha, chiroyli. Qo'shnisiga o'xshatib turibsiz-da. Lekin vaqt qo'shnisiga birga bir o'xshab Hechamni u mendan ko'rib turgan. Nechamda? Bekorlarni aytmang. U mendan ko'rib qurgan. Shunaqa havas qilgan. Havas qilgansan. Havas qilmay ketsin. Ish ko'rsatasizmi? Ha, ishni ko'rsatasizmi, nima qilamiz? Ishmi? U yer bu yerda ag'darish kerak. Xo'sh, u yer bu yerni ag'darish kerak, tozalash kerak. Orqa hovli bor. Orqa hovli bor. Uni ham yig'ishtirish kerak. Uni ham yig'ishtirish kerak. Yer ag'darma, bo'lmasın. Yo'q, ag'darmaydi, nimasini ag'daradi? Kamol aka? Nima? Kechirasiz, Kechirasiz, Kamol aka. Men qarang. Men qarang ukam. Uni ismi? Uni ismini meni holimda umuman aytmang. Xo'p bo'ladi. Adashib ketibman-da. So'rang. Adashmang. Adashmang uka. Yerlar Xullas kalom, ag'darilgan yerni yana boshqatdan ag'darish kerak. menga yoqmayapti. Bu ag'darilgan yer menga yoqmayapti. Xo'p bo'ladi, adashib ketibsiz. Qani ishni boshlang. Xo'sh. Qani uka, siz kelmay turing. bir ishni boshlang. Boshqatdan keyin uzrman, kadr ko'p odam. Qani uka, Qani uka, siz bir ish boshlang. siz bir ishni boshlang. Hozir javob chiqadi. Hozir javob chiqadi. Hozir choy chiqadi. Ha, xo'p bo'ladi. Ha, men o'zimizga bitta qo'l bola ochib beraman, tushundingizmi? Men o'zimcha sizga bir qo'l bola qilib, palov ham to'ra qilib beraman. Bu xonadonda faqat osh yeyiladi. Oxirigacha nima ekan? Choy damladingmi? Sopaman.
Stop. Labay Semir opa. Tovuqlar hammasi issiqni yaxshi ko'radi deb o'ylayman. Sizda odamlar zo'rg'a Dada, bu issiqda odamlar zo'rg'a chidayapti-yu. Buzib tashlang o'sha issiqxonani. Dada, yaxshisi buzib tashlang o'sha. Dada, yaxshisi buzib tashlang o'sha issiqxonani. Toping yana mardikorni. Toping o'sha mardikorni. Menga yordam berish kerak edi. Va'da berib kelmadi yo'q. Menga ham yordam berish kerak edi. Kelaman deb kelmadi, yolg'onchi. Ikkalanglar ham ikki tomondan bunday eshikni ochib turib poylab turasizlar. Chiqmaysizlar. Eshikni ochib turib gapini poylab turasizlar. Keyin Baxtiyor aka ketib buni replikasi sizga. Biz Ehsonga 3 ta qo'y so'yamiz desa siz 3 ta qo'y orqasida turib, nima bo'lsa men 4 ta qo'y so'yaman. Tushundingmi desa, 4 ta qo'yingni chiqib kelasiz. 3 ta qana ham ko'ramiz. Bo'lsa, Masalan, ikkita otira. Islom qasmasi qanaqa turgan bo'lsa, Oila. onalar onalar yaqin kelib, onalar yaqin turib bir-biriga bunisi o'zinikiga qarab, bunisi o'zinikiga qarab qo'ysalar, chepmiga qo'y, sharmanda bo'lmaydi, yeging ham bo'ladi. Ikkalaring mana o'zlari tarafga qarab. demak, sizdan oxirgi replikasidan boshlaylik. Eshik yopamiz, doktor. Mana chiqdi. Hozirgi bor-ku. Mayli, qo'ying. Yurishim bilan eshik shiq etib ochiladi, ikkalasini da kallasini chiqaradi. Tushundingmi? Eshitadigan borku, o'zi ikkitagina gapirgandan keyin chiqib kelyapti. Bular eshitgani kerak. Bo'ldi. Uchta qo'ydan boshlaymizmi? Boshidan hozirgi Qiz yurib kelishlar. ayol turinglar. Ayollarga alohida aytamiz. Eshik ochilganda ko'rinmaydigan joyda turaylik. Qolganlar. Ayollar sal 3 qadam orqaroqda turib turaylik. Esmaton. Hozir eshitib turaylikmi yo biz? Boshlar hozir eshitib turaylik. Hozir men aytaman, Anvar aka ochinglar deyman. Erkaklar ketdi desam, Anvar aka ikkalanglar ochasizlar, Baxtiyor aka. Bo'ldi, ana shunday. Anvar aka siz ham taqarib oling, to'g'ri bo'laylik Anvar aka. Qo'ying Anvar aka. Yana ozgina ekan. U yo'qni ko'radigan daraja. Bo'ldi, Bo'ldi. Ana shunday, bo'ldi. Motor. Esmaton. Nechinchi tur epizod? 34 epizod. Общий. Nachili? Siz menga maketingizni Yo, Lola qarab hozir. Yo'q bo'ling birinchi. Qo'ng'iroq qo'yaman. Esmaton. mayli. Nachili? Mayli. Men sizni qo'ng'iroq qo'yaman. Menda gaping bor? Menda gaping bor? Ha, bor. Sen oldiga yurasiz. Eshitaman. Og'zimda yoshli. Sen ham meni bolaligimdan yaxshi bilasan. Lekin bu safar sen gapingga tushunmadim. Gapimga tushunmading. Hurmatli gapirayotgan yaxshi bo'lib turibsan. Men o'sha kuni sezgan. Ajab bu. Ajab bu. Men unga 15 millionlik ish taklif Ma'lum yo'q. rozi bo'ldim. Men esa 16 million. Men esa 16 million. Qo'shimchasiga 3 Qo'shimchasiga 3 xonali uy ham qo'shib beraman. Men bo'lsa shularga qo'shimcha mashina beraman. Men bo'lsa shularga men topgan pullarimni beraman. Nafasing ichingga tushdi. Nafasing ichingga tushib ketdi. Nafas ichimga tushib ketdi. Baribir bizga teglasha olmaysan. Biz ertaga ehson uchun 3 ta qo'y so'yamiz. Biz endi uchta qo'y so'yamiz. Bizni qo'limizdan kelmas ekan. Bizni qo'limizdan kelmas ekan. Biz 4 ta qo'y so'yamiz. Biz 4 ta qo'y so'yamiz. Baxtiyor aka ketdi. 4 ta qo'y. 4 ta qo'y. Biz 5 ta so'yamiz. Biz 5 ta Bitta ho'kiz ham so'yamiz. bitta ho'kiz ham so'yamiz. Ho'kiz deysanmi? Ho'kiz deysanmi? Tuya bilan ot so'yamiz. Bizachi tuya bilan ot so'yamiz. Ko'p katta ketma. Siz gaplashyapsiz. Avvalo kit jo'natadi. Men tanishimga aytaman. Xitoydan kit jo'natadi. Kit. Sal pastroq tursang-chi. Sal pastroq senchi, o'sha senga kitni jo'natadigan xitoyliklardan. Bilasanmi men nima so'rayman? Fil olib kelgaring deyman. Fil. Ha dada. Fil so'yamiz. Filni jo'natadigan boru, meni prachikam bo'ladi, bilasanmi shuni? Ketdi. Nima kadr bu yoq? Prachikasi jo'natamiz. Men gapirayotgan gaplarga Qizim, xabar bo'lma. Qator qilib maymundan shimpanzegacha so'yamiz ha. Bir-biringlar bilan. suvga yuradigan timsohlar bor-ku, timsohlar. Opalar ketdi. Opalar ketdi. Ularni so'yamiz. Kassatkalar oilasi.
Stop degan. Stop deylar to'xtaydi. Jim tez to'xtaydi. Ayollar janjallashyapti. Jim dedinglarda oxirida stop dedinglar kelay birdaniga. Ular hamma jim bo'ldi. Undan keyin ikkalanglar Ayollar deganda sizlarchi. ayollar esinglar, ikkalanglar yana birgalikda qani hamma uyga bo'ladi. Mana yig'in boshlangan joydan ular bilan qatnashganlar ikkilanib urushib berganlar. Ular bilan qatnashganlar. Mana shu. Hali kulib, deganda o'rtoqlar bir-biringlar bilan dahanangizni opalar. Chiqdinglar, ozgina bir 5 sekund qaraqdan keyin ikkalanglar stop dedinglar, hamma jim bo'ldi. Jim bo'lgan. Qani uyga hamma dedi, bo'ldi. Tursa setib bo'lib aybdorlarga o'xshab. Stop deb deymiz. Oranjevый ishtab Tezroq. O'zimiz urushishimizdan a? Yes. Eshiklar qaqiydi endi. Ha? Kimdanmi? Eshiklar shunaqa turuvdimi? Bor bo'lasan, bo'l. Bo'l, ketavering. Agar fil so'yamanda, ha, sani o'sha xitoyligingdan ketdik. Ana Kerak bo'lsa, senga o'zing yuborayotgan Xitoylikdanmi? Fil jo'natib olgin deyman. Fil jo'natma. Nima bo'pti fili? Mana timsohlarni jo'nattiraman men. O'sha mani tanishim o'sha. Kerak bo'lsa, kerak bo'lsa, kichkina martishkadan tortib katta shimpanziyagacha so'ymaysan. Boshqasiga o'tolmaysan. Bizga kerak bo'lsa, qatsa. Qani hamma uyga. Uyga. Birga ichimiz. Yana unaqa kadrda destur qolaveringlar. Yaxshi. Bo'ldi. Shuni sirasiz chiqish. ko'rasizlar, ey. Ketdimi? Ketdi. Achiling. Fil. O'sha senga Xitoydan yuborayotgan ne odam bor-ku? Fil jo'natadi. Filni bu bo'lsa, mana kerak bo'lsa. Shunaqa bo'lib qoldi. Hamma uyga. Mana sen aybdorga o'xshab turib ketaverdi kelginglar. Mollarim, tez. Mayli, chiqarsiz deb turib ketdik. Mayli, qo'shni chiqarsiz. Stop! Ochiq edi o'zi. Ketdi. Ha. Ha, bittasi bilan 15 million. Yo'q, 16 million taklif qo'ydik. Men 15 million qildim. Mashina ham qo'shib beraman. Bir narsa qilaman. Ha, dedi. Baxtirak ham chiqib keldi. To'rttami? dedi. Короче, 4 ta qo'ymandan, bitta ho'kizi bilan. Stop, bo'ldi. Anaqa tayyor tursin. Asfaltdan. Motor? Yes. Motor Achiling. Ha. Bo'ldi bilan vaqtni qo'shib beraman. Shundaymi? Mashina qo'shib qo'yapmiz. Kartochkani beraman. Namuncha shu qo'ysa yapsanmi? Men 4 ta so'ydiraman odamga aytdim. Nima? 4 ta qo'y? Asror. Ketdik. Janjal bo'lib Oxirgacha. Jibril Goncha. Ha. Stop, молодец. Nima va'da bergan? Sizga ham va'da bergan ko'rib. Ikkalariga ham va'da berib qo'yganda. Ana bola uzoqdan yurib kelibda qarasa qizlarga turibsizlar-ku, sekin basharasi o'zgarib, boshqa qilib nima qilishini bilmay yaqin qolganda keyin telefonni ko'tarib, "Alo, kasalxonada? Qaysi kasalxonada? Bo'ldi, hozir yetib boraman" deb sekin burilib turib zippi beradi. Salamga hayron bo'lib billaringni deyapti. Tiz deb ketib beradi. Как раз ertalab voqlikni beradi. Sahar, hammasi risoladagidek. Qizlarimiz chiqsa bo'ldi. Voy. Kunam qorayib qoldi mana. Shomga yaqinlashib qoldi. Mana, nega to'g'ri chopasiz? Davom etyapti. Ozgincha qoldi. Rosa qiziq. Baxtiyor akam bilan biroz charchadik, ammo lekin oxirigacha yetkazishimiz kerak. Jamoaga gap. Maksimal tezlashamiz.
Tez. Yaxshi, ham telefon chiqqan, mana shu xatolarni ko'ramiz. 100 marta xato ko'ramiz, 100 marta. Xato qilmaymiz. Do'stni olishdi, ko'raman Yaxshi, ham telefonlar chiqqan. Arqa tarafdan olish. Çıkanı soyun. Dikkatli zo'r. Miyasini. Dostum. Hozir. Shu yerdan o'sha sekin orqaga kasalxona hozir. hozirmi Hozir yetib boraman. Masjidga kelsang dadam bilan qo'rib yeymiz seni. stop Metrodan qo'yaverma. Ya, Asror aka ko'zini tutib oling. ha lekin bular ham ko'radi, Anvar akalar ham ko'radi lekin. Anvar aka sizlar qo'l berasizlar. Orqamdan olsin. Hozir qaranglar do'g'rimiz. Mador. Esmadi. Nasıl? Anvar akalar. Anvar aka qaradi. Qo'y, qani. Hasbadisi. Hozir yetib bor. Ya. Esmadi. Nasıl? Anvar aka qaradi. Alo. Dada, ana. Ha, qaysi kasalxona? Ha? Hozir yetib boraman. Hop, men O'zimizga qaradik, Anvar aka kelib qoldi. Anvar akalarga qaradik. Hamma jahon qilib ketdi. Mana shundaylar. Nachili. Anaqa kimga hisob so'radi? Kesinlikle dağıtma. Operatorun Kayseri eşekti. Ketdik. Qiz sekin qarodingiz ko'rib qolsiz. Qo'y. Dada ana. Keldi. Ha, kelyapti. Men kechik keldi. Hadi kelib, ye. Alo. Kasalxonada? Qanaqa kasalxonada? Hozir yetib boraman. That's what.
Ko'zma, men ko'rdim. Stop. Aha. Yana chiqib turmaydi joyiga. Yarim qadam ekan qizim, sal yaqinroq. Ana shu. Yesmatu. Qiz ketib qolmaysiz. Siz ketib qolmaysiz. Yes. Aha, ana. Nachilik. Botir akam kutib turibdi. Kelyapti, ha. Shuni bering. Ha. Kel. Voy, ana dedi. Qara. Ana. O'zgarmadi. Yo'q, yo'q, o'zgarmadi. Men size boshib kerak, men ketdim. İşlerim chiqib qoldi. Sog' bo'linglar. Ularga bitta qarangiz kirib ketsin. Stop. God bo'lmaydi. Keyin bo'laylik. Let's go. Deydi bundoq qarab qo'yadi. Good night qo'shni. Let's go degani olg'a degani emas. Ha, olg'ada o'sha. Ketdi degan. Ko'p gapirma. Let's go. Bye bye. Good night, you know. Ya, bye bye qiz. Yana menga baxtiyor ekan, yaqin turaverasiz. Bo'ldi, ani dushmanlikka bir-biriga teskari qarash yo'q. Ikkala bir-biriga maksimal yaqin kelaveradi. Mana bolasi azga oshib turadi, bunday qilib o'zim ustida ekan desa, ikkalavari ham salsalimda yonboshga qarab shunday qaragan bo'ladi. Tushunsan? Ularning gapi ham yo'q. Yaxshimisiz qo'shni dedi, yaxshi yo'l bo'lsa, biror joyga ketyapsizlarmi dedi. Ha, Amerikaga ketyapmiz. Qizimiz magistraturga kirdi. Borib joylashtirib kelamiz. Bir oylarda qaytamiz deb turib, o'sha tomonda eshikni ochib, ikkalanglar duch joylashib o'tiraverasizlar. Men bilmayman. Qo'pchilikam hozir. Mambo qo'ylar. Bagaj ochib qo'yamizmi unda? Onalar ko'rinmayapti. Oldini ochib yoki nafas Shunda o'tiraymi? Ichkariga kirib chiqsam bo'ladimi aka darslar yig'ishtirgani? Ha? Darslar yig'ishtirgani kirib tursam bo'ladimi? Ha, yaxshi bor. Salom bizdan qo'l. bo'lmasa sal oldira olaylik. Amerikaga xudo xohlasa. Qizimiz magistraturga kirdi. Borib joylashtirib kelamiz. Qizim magistraturada o'qiydi-da. Bir oylarda kelamiz. Bir oylarda kelamiz. Bo'ladi. Bo'yda bo'lmas ekansizlar de. Masalan, mana shunday orani ochib bersak, ayollar ko'rinadi. Orqaga keling, bu tomonga. Yaqinlab ketib oldi. Ana shu tochka Baxtiyor aka. Yo'q, ana ayollarga tabut soyasi tushib turibdi. Bunaqa ushlab ko'rsam, bu yoqqa ketsam. Mana men ham de kelaman. Ha, ochilaveringlar sal. Zo'r, yana nima? G'urursa. Zulol hamga yaqin kerak. Ana shunday. Ha, ket. Narsani qaranglar. Chiqqanda birinchi tochkalar shu. Tochkaga chiqib to'xtadinglar. Qiz ruxsat uchun so'mkani tushirib turib solish harakatini qilaverasiz. Xo'pmi? Mana gapirayotganlar. Anvarga ko'z qiladilar. Assalomu alaykum, qo'shni yaxshisiz? Va alaykum assalom. Kelyapsizlar. Yo'l bo'lsin. Amerikaga. Gapingizni gapirib bo'lib berishcha, ruxsatnomani qo'yib, bagajni ham yopib bo'lasiz-ku. Mana aylanib o'tiraverasiz, sizlar mana tomondan aylanib o'tirib, vaqtga o'tirasizlar. Bo'ldi. Ha, Anvar akani ichidan chiqishini Anvar aka. Hozir sizdan boshlanib turib. Oxirgacha yoping, Anvar aka bilinib turadi. Nachilik. Chiqoring Anvar aka. 44-chi boshlanadi. Kamolboy. Kamolboy. Sekin yuraverasiz aka. Mashinani yuvyapsanmi? Mashinani yuvyapsanmi? Yaxshimisan, Komil? Yaxshimisan, Komil? Oo, rosa forum bo'lyapsanmi? Ha? Rosa forum bo'lyapsanmi? Ustingdagini qanchaga olding? Ustingdagini qanchaga olding? $500. 500. Ha, menikidan $100 arzon ekan. Ha, menikidan $100 arzon ekan.
Ana shimingni Abu Sahiydan olgan bo'lsang kerak, a? Mana bu shimingni Abu Sahiydan olgan bo'lsang kerak. Turkiyadan do'stlarim jo'natishdi. Turkiya. Do'stlarim jo'natdi. Do'stlarim jo'natgan. $700. $700. Ha, o'tgan yilgi narxga olsanda. O'tgan yilgi narxi olsanda. Ha, mayli. Baxtiyor aka mashinani to'laysiz. Oba chiqdi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ya, va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Ha, yo'l bo'lsin. Ha, qo'shnilar yo'l bo'lsin. Biror joyga ketyapsizlarmi? Biror joyga ketyapsizlarmi? Ha, Amerikaga. Amerikaga ketyapmiz. Qizimiz magistraturaga kirdi. Qizimiz magistraturaga Borib joylashtirib kelamiz. Borib joylashtirib kelamiz. Bir oylarda qaytib kelamiz. Ruxsat qaytib kelamiz. O'tiravering mashinaga, eshik yopib. Yaxshi. Mayli, yaxshi qolinglar. Baxtiyor aka siz ham. Uyga qarab turarsan, yaqinroq kelavering endi. Dadasi ochib oling eshikni. Uyga qarab turarsan? Uyga qarab turarsan? Amerikadan biror narsa olib kelaymi? Amerikadan biror narsa olib kelaymi senga? Sog'ni sog' kelsang bo'ldi. Hadi, O'zing sog' kelsang bo'ldi. o'zing sog' omon kelsang bo'ldi. To'yga yetib kelarsan? To'yga yetib kelarsan. Qanaqa to'y? Qizimni uzatyapman. Qizimni uzatay. Shunaqami? Baxtli bo'lsin. Shunaqami? Zo'r, baxtli bo'lsin. Albatta yetib kelaman deb. Albatta yetib kelaman. Ha, seni to'y qanaqa o'tishini ko'rmasdan, Seni to'ying qanaqa o'tishini ko'rmasdan, o'zimni kechira olmayman. o'zimni kechira olmayman. Men ham juda ham xursandman. Ha, men ham juda ham xursandman. Nima? Baxtiyor. Men Amerikaga xursand bo'lib kuzatyapsan. Sen Ha? Juda ham xursandman. Qizingni kim kuzatyapsan? O'zing nima deb o'ylaysan? O'zing nima deb o'ylaysan? Sen Abdullah. Sen Abdullah tushundingizmi bolaga? Yaxshi borib ket. Yaxshi borib ket do'stim. Eson omon borib ket. Sen hali qarab tur deb borib eshigingizga boring, eshingizni ochmang. Sen hali qarab tur deb eshigingizga yoping darvozangizni. Darvozani aset yopib, ketaman. Amerika, sehrli diyor, yaxshi borib ket. Ey, Amerika, sehrli diyor. Yaxshi borib ket. Ketdik Baxtiyorga chiqdi daryo. Stop. Seni o'rmagan. Oylik video yana. O'zimizga yo'l bo'ldik. Seni o'rmagan. Oilalarimiz yo'q, qizlar kerak, nafas ololmayapman. Vakuumida va shu kuchli mashina suv o'tmaydi yaxligan dedimmi? Voy, shu aytaman dedim Baxtiyorga oynalarni qarab ol. Orqangizga chiqaringlar. Mana svetning tagida kimdir qimillab turish kerakmi pastda? Ana suv bilan bugungi syomkamiz o'z nihoyasiga yetdi. Bu yoqda endi bitta ikkita maydalanadigan joylar bor, endi mayda qilamiz. Kuzatib boringlar, like bosinglar, podpiskani bosinglar. Qiziq bo'ldi deb o'ylaymiz. Ijodiy guruhga katta rahmat, omad tilaymiz. Musofirchilikda yurgan yoru birodarlar hammanglarga Alloh barakasini tarqatsin, barakasini bersin. Ijodiy guruh juda ham katta, 15 kishidan ortiq. Bir kichkina sahnalarni oldik. Ertalab mana 10 dan boshlab hali ham davom etyapti-yu, ammo lekin vaqt oliy hakam o'zinglarni asranglar, hamisha salomat bo'linglar. Rahmat.